Assalomu alaykum azizlar. Bugun ko'pchiligimizdan tushadigan savol. Kinezologiyada bemorlarni qanday muolaja qilishadi? Javob beramiz. Qo'l orqali mushaklarni testi, ya'ni tekshiramiz. Ular aytishadiki, qanaqadir apparat bormi? Uni qanaqa qilib aniqlaysizlar? Shu to'g'risida video qilamiz. Videomizni kuzatishda davom eting. Bemorimizda bel og'rig'ini qanday qilib aniqlashni kinezologiya uslubini ko'rsatib beramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bel og'rig'iga sabab bo'luvchi mushaklarni tekshiramiz, ya'ni poyastichniy, podvzdojniy. Bel mushaklari hisoblanadi. Bu mushaklarning testi qanaqa bo'ladi? Inson shunaqa oyog'i yerdan balandroq o'tirgan holatda inson tizzasini ko'tarib ko'radi va bizani o'zimizning maxsus testimizni o'tkazamiz. Qani, tizzangizni ko'taring. Qattiq ko'taring. Mana bularda tizzada qo'limni ko'tarishga kuch yetmayapti, ya'ni tonus kam. Endi bunisini ko'tarib ko'ramiz. Ko'taring. Qattiq bor kuchingiz bilan. Ikkita tomonda tonus past, ya'ni belga ulangan poyastichniy, podvzdojniy mushagida holat past darajada. Bu holatda ayni muddao uzoq vaqt o'tirsalar belda og'riq kuzatilishi mumkin. Buni davolash uchun mana shu mushaklarimizning quvvatini oshirib, tonusini normaga keltirganimizda bel og'rig'i o'z-o'zidan ketadi. Hozir buni qanaqa qilib normaga keltirishni qisqacha ko'rib chiqamiz. Endi bunga sabab bo'luvchi omilni tekshiramiz. Qo'limizni bo'ynimizga qo'yib ko'ramiz. Mana bu holatda nima bo'ldi? Agar muammo bo'yin qismida bo'lsa, bel og'rig'iga sabab bo'yin bo'lishi mumkin. Buni oldindan aytib qo'yishim kerak. Chunki kimdir qatidir og'risa aynan muammo o'sha yerda deydi. Lekin bu noto'g'ri fikr. Og'riq bu kompensatsiya, ya'ni biror bir narsani sababidan kelib chiquvchi muammo hisoblanadi. Lekin uni sabablari boshqa joyda bo'ladi. Hozir aynan shuni ko'rib chiqamiz. Bo'yin qismini ushlagan holatda agar oyoq mushaklarini tonusi ko'tarilsa, o'shanda beldagi og'riqning sababchisi bo'yin bo'ladi. Qani oyog'ingizni tepaga ko'taring, bor kuchingiz bilan qattiq ko'taring. Sezilarli darajada kuch ko'paydi. Bunisini ko'taring, qattiq. Yana ko'taring. Mana ko'rib turibsiz, sezilarli darajada kuch ko'paydi. Endi buni qo'lni olib ko'ramizda, yana tekshirib ko'ramiz. Siz bor kuchingiz bilan ko'tarib beryapsiz. Qani ko'taring, qattiq. Qarang, bu yerda umuman kuch qolmadi. Bor kuchingizni ishlatyapsizmi? Tepaga ko'taring. Muxlislarimiz bor kuchingizni ishlatmayapsiz deb o'ylayapti, o'shan gap. Xo'p, endi bo'yinga qo'lingizni qo'yib, yana xuddi shu holatda ko'taring. Qani bor kuchingiz. Ana, ko'taring, qattiq, ko'taring. Qo'damni yarmini tashlasam ham ko'tarib beradilar. Ko'taring, qattiq. Bulardagi hozir holat, muammo og'riq belda bo'lsa ham, lekin ildizi bo'yin qismida bo'lib chiqdi. Endi bo'yinni maxsus nuqtalariga ta'sir qilish orqali muolaja qilib, bel og'rig'idan to'liq qutulish imkoniyati bor. Shu holatda agar biz test qilmasak, bizni tekshirmasak, biz faqat bel qismini uqalaymiz, beldagi tochkalarni aniqlab, ularni ezish orqali davolashga harakat qilaveramiz. Lekin muammo ildizi bo'yinda qolib ketgani uchun yana bel og'rig'i qaytalab insonlarimiz bezovta qiladi. Endi davolash uchun zona qaysi qismdaligini qo'l orqali aniqlaymiz. Xo'p, qo'lingizni mana shunday ushlagan holatda yuqoriga qattiq ko'taring. Endi bu qo'lni tekshirib ko'ramiz. Ko'taring, qattiq. Yana ko'taring. Mana o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, ham oyoq qismida, ham qo'l qismida bo'shash bor. Bu bo'yinligini yana bitta dalolati, bo'yinda muammo borligi. Endi bo'yinni o'zim ushlab turgan holatimda, ya'ni shu yerdan chiqqan nervlarni bloklab turaman. Endi qo'lingizni tepaga ko'taring, qattiq. Kuchingiz ko'payganini sezyapsizmi? Qaranglar, qo'limni olaman, ko'taring. Qo'lda kuchi mana bitta barmog'imda ko'taring. Ko'ryapsizmi? Demak, bo'yningizda siz muammo bor. Bo'yin qismingiz ham og'rib turadimi? Bezovta bo'lasizmi? Bo'yinda og'riq sezmaydilar, lekin asli ildizi mana shu bo'yindan chiqqan nervlarda. Endi bitta nervlarni barmog'im bilan bosib turib, qo'lni holatini tekshirib ko'raman. Ko'taring. Tepa qismiga yaqin L1, L2 qismidagi nervlardan chiqqan muammo bor. Mana shu nervlar endi oyoqni ham kuchaytiradimi? Mana barmog'imni uzmagan holatda oyoqni tekshirib ko'raman. Ko'taring, qattiq. Yana ko'taring, qattiq. Yaxshi, bunisini ko'taring, qattiq. Mana shu joyga barmog'imni qo'yib turgan holatimda oyoqni va qo'lni quvvati oshdi. Demak, muammoni ildizi mana shu tochkada. Bunga maxsus muolaja, o'zimizdan muolaja bor. Shu muolajani o'tkazish orqali butun tanadagi quvvatni tiklab, bel og'rig'idan xalos bo'lishning imkoniyati bor. Muolajani o'tkazish uchun birinchi bo'lib shu nuqtani ta'sirlab ko'ramiz. Ko'taring, qani qattiq. Ko'taring, qattiq. Bu nuqtaga yengil urganimizda nerv quvvati uyg'onyapti. Demak, bu tochkada miyaga ketuvchi signal udarga javob beryapti. Endi shuni muolaja qilamiz.
Ko'taring. Bo'ldi. Endi bunga taalluqli bo'lgan ikkinchi nuqtani qidiramiz. Ko'taring. Ko'taring. Yana ko'taring. Ko'taramiz qat. Yana ko'taring qat. Yana ko'taring. Ikkinchi nuqta bo'yin nervini qarama-qarshi tomonda bo'lib chiqdi. Endi ikkita nuqtani barobar ta'sirlaymiz. Ko'taring. Qattiq. Bo'ldi. Tak, ko'taring, qattiq. Qo'ldagi kuch yaxshi keldi. Ko'taring, qattiq. Yaxshi. Endi oyoqlaringizni ko'tarib ko'ring. Ko'taring, qattiq, ko'taring. Munsin, ko'taring, qattiq. Qancha qarshilik qilsak ham ushlab turibdi. Demak, bo'yindagi ikkita nuqtadagi muammo, ya'ni nerv qisilishlari oyog'imiz va qo'limizga bo'shashish olib kelib, bel qismimizga og'riq berayotgan ekan. Endi buni maxsus nuqtalarga ta'sir qilish orqali muolaja o'tkazib, bu yerdagi quvvatni tikladik va bel og'rig'idan bu bemorimizni xalos qildik. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, agar sizda ham xuddi shunday muammolar bo'lsa, izohlarda qoldiring.